mash, go fill it with brute. Back of the mash, go fill it with mine. Every time I put it. Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan Kent. Короче, bugungi videomizda sizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Turnirda pro игрокlar va legenda raktiklar qanaqa orужие oladi, qanaqa pozitsionida bir ko'rib o'tamiz. Va bu videoda ham shu videomga komment yozgan odamlarning 3 tasiga 100 golddan tarqatamiz. 2 kundan so'ng Telegramda aniqlanadi random bot orqali. Va sizlarga videoni boshlamasdan oldin Pocket Games botini sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchi edim. Pocket Games boti bu standoff bo'yicha eng qulay donat yo'li. U qanaqadir adminlarga yozib vaqt ketkazib o'tirmaysizlar, shunchaki akkauntlarga pul tashlaysizlar o'zingizlarning Telegram akkauntlarga va xohlagan paytingizda chiqarib olishinglar mumkin. Ishonchli ham tezkor bot desa ham bo'ladi. Pocket Games Story bot deb yozsanglar Telegramdan chiqib keladi. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Videodan oldin bitta podpiska va like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin va qulay joylashib bo'lgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Turnirlarda bilsangiz, Luker va Fragerlar ko'pincha ikkitalik pistolet ko'tarib oladi birinchi raundning o'zidan. Buning sababi shundaki, shlemsiz va jiletkasiz bu 149 urun beradi, hitga tanaga 40 beradi. Atak jiletka bilan kaskin bo'lsa 99 beradi. Minining o'zi 99 urun bermaydi. Headshotning o'zida. Bu degan bitta hit o'ldirib bo'lmaydi. Va pistoletning round o'zida bu eng katta jiletka kaska kiyib bo'lmaydi, faqat arzonidan kiysa bo'ladi. Bu arzoni bilan 110 hit beradi. Hitning o'ziga bu degan bitta hitni o'zini o'ldirib olasiz. Va Luker bilan Frager bilsanglar, eng push qilib agressiv o'ynaydigan o'yinchi bo'ladi. Sizlar patronni hech qanaqa muammo qilmay bemalol otishinglar bo'ladi. Sprey qilib tursanglar ham. Faqat adachlar ustida biroz ishlash kerak bu orужияda o'ynash bilish uchun. Va ikkinchi raundda puli mak 10 ga yetsa ham ko'p igroklar Deagle olib o'ynaydi. Nega desangiz, mak 10 o'zi jiletkasiz 109 beradi hitga. Lekin polibom ikkinchi raunddan keyin jiletka olinadi. Обязательно 3-chi yoki 2-chi levelligi. Atak Deagle desa 211 beradi hitga. Atak jiletka bilan bo'lsa 140-150 atrofida beradi. Bu degan bitta hit olib kelsanglar bo'ladi. Ataklik makon olsanglar bitta o'qi xato ketib qolsa ham sizlarni urib ketishi mumkin. Turnirda bilsangiz xato qilish mumkin emas deyarli. Va birinchi raundning o'zida USP ko'tarib beradigan igroklar bu ikkinchi yoki uchinchi raundga AWPga pul yig'ish uchun o'shanaqa o'ynashadi. Ular atak AWPlar unaqa push qilib o'ynamaydi. Iloji boricha maksimalni kutadi. Yoki terror tarafda bo'lsa, Glockda o'ynashadi hech narsa olmasdan. Bu degani birinchi raundda o'ynagan paytingizda pistoletni to'g'ri tanlash. Agar ikkinchi raundda yutkizib, birinchi raundda berib qo'ygan bo'lsangiz, ikkinchi raundda iloji boricha Deagle'da o'ynagan yaxshiroq. Mak 10 yoki UMP olgandan ko'ra. Bu yana boshqa fikrim bilmadim, men turnirlarda ko'rgan opitimga qarab aytyapman. Va P350 pistoleti ko'pincha legendaga chiqqan yoki streamerlarda ko'rasizlar. Nega buni olishadi? Chunki sababi P350 ni uqrash tez otishi ham tez. O'sha uchun olishadi. Lekin adachasi biroz o'ynaydigan pistolet uzoqqa. Lekin yaqindan, lekin kuchli narsa. Yaqindan o'ynasanglar blижний bo'y uchun. Va MP5 va MP7 bu ikkinchi raundda yutib chiqqan bo'lsanglar eng qulay orужие. Nega desanglar, MP7 va MP5 olsanglar sizlarga jiletkaning ikkinchi levelligini olishga bemalol yetadi. Jiletka обязательно olish kerak. Sizlarni kimdir hit urib qo'ysa, sizlarning joninglar bir qoladi, lekin o'lmaysizlar. Bu sizlarga qanaqadir ma'noda plus degani. Va kam ishlatilgan orужие mana shu ikkitalik Uzi yoki Makon to'g'risi aniqismi esimda yo'q. Mana shu ikkitalik Uzi va P90. P90 ni ham turnirlarda kamdan kam ko'raman. Pul kamligidan olishadi ko'pincha. Yana bilmadim. Va biza o'rganib qo'ygan Fanfal va Val orужияsi. Bu Fanfal через 100 beradi. Jiletka bo'ladimi, jiletka bo'lmaydimi, baribir o'ldiradi 100 tekis. Bir hit topib qo'yadi. Famous lekin ketmaydi. Famous kamdan kam o'ynashadi turnirlarda. Lekin Val bilan Fanfal ikkalasi bir xil narsa. Faqat terrorlarga ishlaydi. Ikkalasi ham terrorlar uchun qulay orужие, adachasi ham spray uzoqqa ham blижний bo'yicha ham vashchi qisqa narsa. Va hammani hurmatini qozongan qurol mini. To'g'risi men mini deb aytishga urinib qo'yganman M4A1.
Короче, barujani adashasi eng qulay adacha. Bunaqa adacha otadigan boshqa arja yo'q to'g'risi. O'sha adachasi uchun olishadi ko'pincha spreyga. Lekin aker bu har taraflama qulay bizon arja. Va endiki navbatdagi arja bu Aven bilan bir xil narsa deyarli. Hit bersangiz aniq bo'ladi, lekin tana yozsangiz yo'q degan 3 tok otishingiz kerak. Lekin bu arjalar to'g'ri hit beradi menimcha. Chunki prichel ochib turib hit bermaslik umuman iloji yo'q. Va navbatdagi arjamiz Drabovik. Drabovikning mana shu versiyasi eng yaxshisi deb bilaman. Faqat orasida ozgina pauzasi borda, lekin uron taraflama aniq katta uron oladi, ham o'qi aniq boradi. 15-10 metrdan 70-80 uron oladi. Ikkita otsangiz bo'ladi deganda. Drabovikning qolgan versiyalarini olishni to'g'risi maslahat bermayman. Ko'pincha bilmaysiz qayerdan keladi, uzoqdan keladimi, yaqindan keladimi bilmaysiz. Agar uzoqdan kelsa umuman uron olmaydi. Va navbatdagi qurolimiz pulemyot. Pulemyot har taraflama udobli qurol. Uzoqqa ham prichel ochib otsangiz bo'ladi, yaqindan sprey qilib turishga eng qulay. O'qidan umuman muammo bo'lmaydi, faqat minus tarafi sekin yuradi. Lekin qolgan taraflari umuman ideal narsa. Prichel ham 15 metr oralig'ida chotki. Atak prichel osib olsangiz 20-30 xuddi AVMdagidek ajoyib o'ynasangiz bo'ladi. M40 qurolga umuman fikrim yo'q to'g'risi, bu qurolni o'ynash umuman yoqmaydi deyarli. Millard headshot otsangiz ikkita jiletka bo'lsa ham bo'ladi. Atak oyog'iga otsangiz ham ikkita ketma-ket yuborgan paytingiz aniq bo'ladi. Lekin Millard qurolidan mana shu M110 arjasi eng ideali. Chunki Millard arjasi bilan bir xil uron beradi. Faqat 10 tok, 5 patron, 10 tozsa bo'ladi. Pocket Games Sport bu standoff bo'yicha eng qulay donat yo'li. U qanaqadir adminlarga yozib vaqt ketkazib o'tirmaysizlar, shunchaki akkauntlarga pul tashlaysizlar, o'zingizlarning Telegram akkauntlarga va xohlagan paytingizda chiqarib olishinglar mumkin. Ishonchli ham tezkor bot desa ham bo'ladi. Pocket Game Story bot deb yozsanglar Telegramdan chiqib keladi. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bugungi videomiz shularga iborat edi. Videom sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, arzimaga obunani bosib ketishni unutmanglar. Yaqinda 2 ga bo'lishimiz kerak.